Ko'chada yurganimda 90% o'smirlarning yuzini ko'raman, juda ham achinarli holatda, ya'ni husnbuzar, toshmalar, har xil yuz sarg'ayib ketgan, cho'rni tochka, hamma muammo bor. Nega? Buni sababi birinchi navbatda ichaklarning buzilishida o'rtoqlar. Har xil narsa surasizlar yuziga, maskalar qilasizlar, rezultat yo'q, ya'ni natija yo'q. Demak, buni asl muammosi ichaklar buzilishida, ya'ni ich kelmasligi, zapor deydi buni rus tilida. 3 kunda, 2 kunda bir keladigan ich bu normal holat emas. Normal holatda yosh bo'ladimi, yosh katta bo'ladimi, endi ayniqsa o'smirlarda har kun ich kelishi kerak. Demak, bu juda ham qo'pol narsa bo'lsa ham, lekin bu bizning muammomiz, chunki bizga o'smirlarni olib kelyapsizlar, yuz rasvo, juda ham yomon holatda, lekin ich bilan, ichaklari bilan ishinglar bo'lmayapti. Demak, sizlarga eng osoni bitta retsept o'rgataman. Bu qadimgi retsept, qaynanam retsepti desam ham bo'ladi. Buning uchun sizlarga nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda mana shu chernosliv va turshey kerak bo'ladi. Demak, turshey va qora olxo'ri kerak bo'ladi va eng kerak narsa bu laktofiltrum. 2 mahal ertalab, kechqurun och qoringa, ya'ni mana shundan oldin ichib yuborish kerak bitta tabletka. Buni qanaqa tayyorlaymiz qizlar? 100 gram olasizlar ikkalasidan, 1 litr suvga, qaynab turgan suvga solib, yarim soat qaynatasizlar. O'sha atvar kompotini kun davomida bola ichib yurishi kerak. Ertalab och qoringa laktofiltrum ichib yoradi va orqasidan mana shu atvar, ya'ni buni sokini, kompotini ichadi. Qancha ichkisi kelsa shuncha ichsin. Ugrilardan xalos bo'lish uchun faqat vrachlarga murojaat qilish yetarli emas o'rtoqlar. Uyda ham bolalaringizga, farzandingizga o'zingizlar ozgina yordam berishinglar kerak.